xattotlar juda zarur. Nima uchun zarur? Chunki mana Islom sivilizatsiya markazi xudo xolasa o'z faoliyatini, ilmiy faoliyatini boshlagandan keyin bizni asosiy vazifalarimiz bu qo'lyozma va tosh bosmalarni o'rganish, ularni tarjima qilish. Uni qo'lyozmani o'rganishda oddiygina ya'ni olim uni o'rganishi juda qiyin. Nima uchun? Chunki arab xatida 7 xil, 8 xil xat turlari mavjud. Ana shu xat turini hammasini bilmasa, u matnni o'qiy olmaydi. Ana xattotlik faqat o'tirib siyoh bilan qalam bilan varoqqa yozish emas, ya'ni xat turlarini bilish va manbani o'qiy olish degan narsa bu. Xattotlikka qatnashgan odam har bir o'sha xat turlarini, sir asrorini bilgandan keyin va o'sha xat turida yozilgan manbani bemalol ya'ni mutolaa qila oladi va mutolaa qila olgandan keyin uni tarjima qilish, ya'ni tabdil qilish juda oson bo'ladi va buni tarjimalari ommaga taqdim qilishda shunday olimlarga ehtiyojimiz bor. Demak, xattotlik san'ati hozirda san'at darajasiga chiqqan bo'lsa-da, lekin ikkinchi tomonida bu manbalarni o'rganuvchi mutaxassis hisoblanadi. U san'at o'z yo'liga, san'at u o'sha ko'chirishda juda go'zal san'at bilan ko'chirish. Yana savol tug'iladiki, nima uchun qo'lyozmalar xattotlar tomonidan? Misol olimlarning o'zi ham pochtiklari chiroyli bo'lgan-ku, husn xatlari. Nimaga xattotlar deganda, xatda arab xatining har birida, har bir yozuvda o'zining o'lchami bo'lgan. O'lchami bo'lgan va shu xat, misol uchun nasx xatida alif harfi 5 o'lcham bo'lsa, mana shu xatda yozilgan va butun dunyo xattotlari shu o'lchamda yozgan va shu o'lchamda yozgandan keyin xattot yozgan kitobni har qanday o'quvchi, talib, ustoz, olim o'qiy olgan. Shuning uchun xattotlarga ehtiyoj juda ko'p bo'lgan o'sha vaqtda. Ana endi o'sha vaqtda ko'chirilgan kitoblarni o'qishda yana xattotlikka ehtiyoj sezilyapti. Bu maktabni tashkil qilish markazimiz qoshida mana shu narsalarga, ya'ni manbalarni o'rganish, uni matnlarini ravon o'qiy oluvchi mutaxassislarni ham chiqarish, ya'ni bir tarmog'i shundan iborat bo'ladi. Yurtimizda ustoz xattotlar bor, biz bilamiz. Habibulloh Solih domla o'sha kishidan dars olganmiz, yoki Buxoroda Abdulg'ofir Buxoriy xattoti Jimi degan o'sha xonlik davrida, ya'ni oxirgi xonlik davrida bo'lgan xattoti bo'lgan u kishi, shu kishidan dars olingan. Dars olishgan, ya'ni shogirdlari bo'lgan, biz va ulardan dars olib ijoza ham olganmiz. Ya'ni silsilaga ulanganmiz. Qani bizda silsila bormi deyilsa, bu narsaga javob, ya'ni silsilamiz bor. Ya'ni o'sha Amir Temur davridan kelib to hozirgacha uzilmagan silsilamiz bor va bu ustozlar hozir umrlari uzoq bo'lsin, hayotlar, bu maktab ochilsa bulardan yanada fayz, ya'ni u ilmlarini o'rganib qolib, biz kabi shogirdlar yanada shogirdlar chiqarib maqsad qilingan bu narsaga. Ustozlarimiz to'g'risini aytsam hozir juda kam, sanoqli va yurtimizda ham xattotlar sanoqli, ya'ni professional darajadagi xattotlar sanoqli, lekin qiziquvchilar juda ham ko'p. Ularni bir joyga jamlovchi joy yo'qligi uchun mana Islom sivilizatsiya markazida xudo xolasa tashkil qilinsa xattotlik maktabi, bu yerda hamma xatga qiziquvchilarni hamma bu yerda jamlaydi inshaalloh. Xattotlik xonasi eng avvalo bu ijodxona hisoblanadi. Ijodxonaga nima kerak? Tinchlik kerak. Tinch joyda ijod unadi, oldinga yuradi. Shuning uchun albatta o'sha xonamiz ijodxonaga mos, ya'ni tinch bo'lish uchun albatta odam kam bo'lish kerak. Qancha kam bo'lsa, ya'ni o'quvchi kam bo'lsa, u yerda sukunat shunchalik, ya'ni sukunat bo'ladi. Sukunat bo'lgandan keyin ijodkorga ilhom keladi. Chalg'utuvchi omillardan yiroq bo'ladi. Shuning uchun ustozlar tomonidan fikr bildirildiki, kamroq auditoriyada kamroq ustoz, kamroq talaba bilan ishlasa, bu ijodxonada yanada ilhomlantirish bo'ladi degan ma'noda bir ustozlardan taklif bo'ldi. Ijodxona bu o'sha yozuv turlari, 7 xil yozuv turi bo'lsa, har bir xonaga, misol uchun nasx xati uchun alohida bir xona, nastaliq xati uchun alohida bir xona, shug'ullanuvchi auditoriyalar bo'lsa, bu juda maqsadga muvofiq deb biz taklif kiritdik. Omborxonaga keladigan bo'lsak, albatta u yerda kitobot san'ati, muqovasozlik, xattotlik omborimiz qancha keng bo'lsa, u yerga san'at asarlari, yozilgan san'at asarlari yoki maxsus qog'ozlar keltiriladi, yoki maxsus terilar keltiriladi. Uni hajmi har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun ustozlar aytdiki, ya'ni bu omborxonamiz
saqlovchi xona kengroq bo'lsa yaxshi bo'ladi degan bir taklifni bildirishdi. Bu